Qizim, choyda 3 marta qaytariladi. Ertaga turmush chiqishing bor. Qilgan bola qopdi oyi. esdan chiqarish kerak emas-da bolajonim, qiz bolasan. O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Qiynalmayapsanmi? Yo'q. Qaysidir fanlarni topshirdingmi imtihon bola? Ha, kecha ingliz tilidan topshirdim, endi chiqsinchi bilmadim. Qaysi fanni yaxshi ko'rasan o'zi? Shu ingliz tili qat'iy aytjam. Adinam aytadilar. Rahmat. Go'zal qizim meni ertaga katta bo'lib qoldi. Men ham o'qishga kirib qo'yishimiz kerak edi. Xudo xolasa mayli. Yo'q, yaxshi bo'ladi. Yaxshi o'qib o'rgan xo'p bola. Xo'p. Oyi. Xolam qachon ketadi? Tushunmadim. Xolang senga xalaqit beryaptimi bola? Yo'q, sinfdoshlarim gapiryapti-da. Kecha o'rtog'im bizanikiga kelmoqchi edi oyi. Xo'p. Lekin xolam borligini bilib kela olmadi. Xolang nima daxli bor uni kelishiga men tushunmayman bola. Bilmadim oyi, qachon erga tegadi. Bunisi kelsa bunaqa deydi, unisi kelsa bunaqa deydi. Mana uyda bemalol yura olmayapman. Tezroq tegsa bo'lardi. Voy bolam-ey. Bitta xolang uyimizga sig'may qoldimi? Ana unda o'zi Adinam aytadilar. Seningni ham erga bermasak bo'lmaydi. Mana ancha bo'lib qoldi. Yillar davomida biznikida yashayapti. Qo'ni qo'shnilar ham gapirishibdi. Dadam bilan ham ozgina urushib qoldim. Mayli qani. Haqiqatan ham erga berishimiz kerak. Yoshi ham katta bo'lib ketyapti. Endi taqdirda birinchi hayoti bo'lmadi degani, bunisi bo'lmasa unisi bo'lib ketar, to'g'rimi? Sanda ham gapingda ham jon bor, lekin qizim, xolangning yonida bunaqa gaplarni gapirma. Ko'yniga tegadi. Xo'pmi? Ertaga sen ham bir ro'zg'orga borasan. U ham mana senga yomon gapirmasa, hozir bu mana medinstni bitirib, endi mana больницаga kirib glavvrach bo'ldi, xudo xolasa, doktorskiy yo'qlash kerak. Biz qo'llab-quvvatlamasak, kim qo'llab-quvvatlaydi uni? Bola hali yaxshi bo'lib ketadi. Peshonasi bor bo'ladi, chiqib qolar. Chiqsa beramiz. Xo'pmi? Xo'p. Xafa bo'laman. Omani jigarim. Opa, men ishga ketyapman. Oy, chaqiring, gaplashib Ana olamiz, qoling. chaqiring. Shahlo, ketmay tur, bu yoqqa kel. Labbay opa, yig'ilishim bor edi. Ke. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi dam oldingmi? Rahmat. Assalomu Yaxshi alaykum. dam oldingiz. Namuncha chiq. Alaykum. Xolang chiroyliligini. Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Choydan qo'y. O'tiribsizlarmi? Ha, o'zingiz o'zimiz yaxshi dam oldingmi? Xudoga shukr. Ishlaring yaxshimi? Ha, rahmat. Juda maqtovlarni eshityapmiz. Ishxona endi. Rahmat. Mayli, baraka top. Shu doktorlar bor ekan, mana hech kim kasal bo'lmaydi. Xudo xolasa doktorskiy yo'qlaysan. Baraka top. Pochchang ham bir maqtab, sening malades deb maqtaydilar-da. Rahmat. Xursandman opajon. Choydan ich. Endi ozgina asabingni buzaman. Voy, nima bo'ldi opajon? Tinchlikmi? Endi gap bunda. Indallosi. Shahlo. Yosh bola emassan. Mana 5 yildan beri bizangida turibsan. Bitta narsa. Mayli. Siqilma, oldin meni eshit. Baribir sen jigarimsan. Seni har doim yaxshi ko'raman. Ota-onamiz mana o'tib ketishgan. Ko'rding, uyimizni musodara qilib yuborishdi. Pochchang ham mana mayli sening bizangida tursin deb turding. Endi seni haydamoqchi emasman. Lekin turmushing ham to'g'ri bo'lmadi. Endi hayotda bu. Bir bunda yomoni ketib yaxshisi kelar. Singiljonim. Lekin turmush qurishing kerak baribir. To'g'ri, karyera ham qil. Lekin Xudo xolasa yaxshi uchrab qolar seni tushunadigan. Ishingni ham, karyerang ham yordam berar. Hozir mana bunaqa yurishing yaxshi emas-da, qo'ni qo'shnilar ham gapib yotishibdi. Ana unda o'tiruvdim qo'shni bilan, chiroyli sengiz bor. Mana yillar o'tib ketdi. Anchadan bir ushlab o'tirasizmi? Eringiz bor, erkak kishi, bu ayol bo'lsa, juvon bo'lsa, odamlar boshqacha gap qilishyapti. Sen ham Gapingizda jon bor opajon, lekin bilasiz-ku hayotimda qanaqa kuyib, to'g'risi ko'nglim qolgan oila qurishdan. Hali kamiga shuncha o'qidim mana. Bilasiz, oila qurgandan keyin ishlatadimi, yo'qmi, karyera qilishim kerak. Xudoga shukr, ishlarim yaxshi. yo'q, yaxshi, karyera bu yaxshi. Balkim Xudo xolasa yaxshi chiqib qolar. Lekin ana unda kimdir aytdi, ketingdan kimdir yuribdi ekan. Bu rostmi?
bilmadim opa. Bitta yigit kelib surishtirib yuribdi ekan. Uylanmagan yigit ekan opa. Ishxonaga kelib, ishxonadagilar shunaqa gap qilishyapti, lekin o'zim ko'rganim yo'q, bilmayman opajon. O'ylanmagan yigit. Uylanmagan ekan, shunaqa deb aytishdi. Bir namanganlik uylanmagan yigit ekan. Lekin o'zim bilan gaplashgan yo'q, o'zim ko'rganim yo'q. Shunaqa gap bor to'g'ri ishxonada. Gaplashib, ko'rishib unaqa qilganim yo'q opa. Endi o'ylanmaganligi bilmasam. Endi sani ajrashganligi bilmasa kerakdir-da. Mayli, hali bundan yaxshilar ham chiqib qolar. Seni o'ylama, siqilma. Biz seni uydan haydayotganimiz yo'q. To'g'ri tushun. O'zing ham to'g'ri tushunasan. Ertaga mana jiyaning o'qish kirish kerak, yo'da yana jiyanlaring bor, o'g'il bolalar. Ular laq qilmaydi, lekin baribir o'zing ham farzandli bo'lishing kerak. Bip-binodek go'zal sinimsan. Qarasang, shundoq havasing keladi. Ha? Xudo xohlasa baxtingni topasan. Lekin karyeraga ham berilib ketma, jon singlim. Opa, bitta duo qiling. Yig'ilishim bordi, shoshayotgandim ishga. Borasan. Ilohim, kishi solih xotirjamli bo'lsin. Ilohim baxtingni topgin. Seni ham yaxshi joylarga uzataylik. Tez kunlarda sovchilar kelib shu xonadondan olib ketsin. Qizim bilan bolalarning rohatini ko'raylik. Uyimizda qutbargarimiz omin. Allohu akbar, ishlaring rivojini bersin. Yaxshi bor, xo'p? Yaxshi. Xo'p. O'zingni ehtiyot qil, xo'p? Bo'pti, jiyanim. Mayli, Yaxshi o'tiring. O'zingni ehtiyot qil, Mayli, xo'p? xo'p, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi bor. Ko'rdingizmi, hali beri tiymayman deydi oyi. Bo'lam. Qo'shingchi bunaqa gaplarni. Oyi. Beramiz erga. Ozgina qol. Qachon? Sabr qil. Qara, qanday chiroyli xolang bor. Bo'ldi, yura qol. Ishlarimiz qilaylik, darslarni qildingmi? Yur, boradigan joylarimiz bor. Allohu akbar. Vaqtini bersin. Amin. Qachon tiyarkan? Boryapman dedim-ku. Hal qilmadilaringmi? Bitta masala bersa, hal qila olmaysizlar. Assalomu alaykum. Alaykum. Bo'ldi, taklif qilishga qo'yib qo'ying. Yaxshi qiz, chiqarib So'ngiga qo'yib qo'ying. Hozir. siz yaxshi qiz. Yaxshi, rahmat. Hozir telefon qilaman. Tinchlikmi? Tinchlik. Eshitaman. Men sizni yoqtirib qoldim. Uchrashuvga taklif qilmoqchiman. Shundan boshqa ishingiz yo'qmi sizda? Yo'q. Yo'lingizdan qolmang, men ishga shoshiling. Yaxshi qiz. Siz bilan uchrashaman albatta. Meniki bo'lasan. Albatta. Yaxshi qiz. Ismingiz yetmadi-ku? Nega aytishim kerak? Seni boring, yo'lingizdan Men sizga qolmang. uylanmoqchiman. Boring, ishingizni To'xtang, qiling. men sizga gapiryapman. Nima eshitmayapsizmi? Odammanmi yo kimmanmi? Nega eshitishim kerak sizni? Men sizni yoqtirib qoldim deyapman. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Men tushundim, xo'p. Men Shunaqa sizga uylanmoqchiman. o'zgartirmaydi. Hamma erkak bir xil. Boring, yo'lingizdan. Hamma erkak bir xil. Hamma erkak bir xil. Qanaqasiga bir xil bo'lishi mumkin? Men unaqa emasmi? Men gapimni gapirdimmi? Lafzmi? Javob beraman. Men sizni baxtli qilaman. Mayli, qoching yo'limdan. Men sizni baxtli qilaman. Tushundingizmi? Yo'lim to'smay, yo'lingizdan. Ismingiz nima? Ismingiz? Shahlo ismi. Meniki Ravshan. Bitta qaraysan menga. Hali beraman dodingni. Assalomu alaykum. Salom, qayersan? Qayerdan nima qilyapsan? O'rtalar bilan aylanib keldim. Bilmayman. Bo'pti. Mayli. Gaplashamiz. Ishga shoshildim. Nahotki opam bilan pochcham uyga sig'mayotgan bo'lsam, balkim yaxshilikkadir. Men ham turmushga chiqishim kerak, to'g'ri. Yoshim ham anchaga bordi.
karyera deb qachongacha yuraman? Balkim to'g'ri aytishayotgandir. Hamma ayli yaxshilikkadir, bir gap bo'ladi. Xush kelibsiz mehmon, yaxshimisiz? Shukur. Yaxshi keldingizmi? Uydagilar, xonadonlar, ota-ona hamma sog' salomat yuribdimi? Yaxshi. Ishlaringiz yaxshimi? Bo'ladi. Nima ish qilasiz, ukajon? O'zi men biznes sohasidaman. Biznes bilan shug'ullanaman. Shu singizga ko'nglim tushib qolgan. Anchadan beri kuzatib yuraman. To'g'risi, xo'jayingiz bilan o'tgan safar bundan 2 kunmi, 3 kun oldin ko'rishuvdik. Ko'rishib, bafurja gaplashib oldik. Erkecha gaplashib olindi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, hayot o'zi har xilda. Endi ko'ngilga qarshi chiqib bo'lmas ekan. Ismingiz nima, ukajon? Ismim Ravshanbek. Ravshanbek, to'ppa-to'g'ri, bu hayot. Lekin singlimni ajrashganidan xabaringiz bormi? Hammasidan xabarim bor. Siz o'ylanmagansiz? Yo'q. Ertaga ota-onangiz nima deyishadi? Ota-onam meni ko'nglimga qarashadi, chunki ularga ham tushuntirganman men. Meni baxtim ularning baxti. Ravshanbek, nechinchi yilsiz? 30 yoshdaman. Nimaga shu paytgacha o'ylanmadingiz? Ko'nglimga yoqadigani chiqmadi. Yo mayli, gap nimada emas, lekin ota-ona qanaqa qaraydi? Siz o'ylanmagansiz. Mani singlim ajrashgan. To'g'ri, hayot, hammaning hayoti har xil, lekin qanaqa bo'lar ekan? Ertaga turmushga berganimizdan keyin ota-onangiz qanaqa qaraydi singlimga? Va ertaga bu mani bitta jigarim. Buni ko'zdan o'zi bir marta ko'z yosh oqib bo'ldi. Ikkinchi marta ko'z yosh oqsa, men ertaga o'zimni kechira olmayman. Endi men ota-onam bilan gaplashdim. Ular rozi. O'g'lim, sen baxtli bo'lsang bo'ldi deyshadi. Har doim. Chunki meni ota-onam menga topganda allaqachon topgan bo'lardi. Ular meni ko'nglimga qarashdi. Endi gap post kallasini gapiradigan bo'lsam, ota-onam men o'zim yoqtirganni olib berishmoqchi. Ukajon, bitta narsa. Siz to'g'ri tushuning. O'ylanmagan bolaga ajrashgan qiz qanaqa maza bermaysiz? Singlim o'zi xabari bormi? Hammasidan xabar bor. Nimaga menga shu paytgacha aytmadi singlim? Endi xijolat qilgan bo'lishi mumkin. Ayta olmagandir. Endi taqdirda nima deysiz? Meni ko'nglim tushib qoldi singizga. Nima qilay? Bilmadim. Bir biz xo'jayinim bilan maslahatlashamiz, Ravshanbek. Assalomu Va alaykum assalom. Baylab yurdim. Muzlab qolsanmi? Men buni buniki yo'q. Bo'pti, men ketdim uyga. Yur, biz bilan aylanamiz. Yo, oyimga yaxshi xabari ayting. Bo'pti, mayli, yaxshi aylan. Xudoga shukr, xolam yoqib turgan rost bo'lsin-a. Qanaqa rost bo'ldi ekan-a? Hech bolaga rozi bo'lmasdilar. Mayli, undan ko'ra ota-onamga ayta qoling. To'xtagin. Senga ota-onam bilan yashash yoqadimi yoki fikringni bilmoqchiymi?
Albatta ota-ona bilan yashash yoqadi. Ketirib tur, mashina bormasin. Ota-ona bilan. To'g'risini ayting. Dom yoqadimi, hovlimi? Albatta ota-ona bilan yashash yoqadi. Yoqqandan keyin albatta hovli bo'ladi-da. Senga sovg'a qilmoqchi edim. To'yimizdan keyin yashash uchun mana bu yangi qurilgan domdan sotib oldim. 5-etajdan 2 xonali. Juda yaxshi. Xursandman. Xursandmisan? Xursandman, rahmat. Bo'ldi. To'ydan keyin albatta shu yerda yashaymiz. Lekin xursandman. Ota-onam bilan yashayman degani uchun xursandman. Ota-onamni hurmat qilgani menga juda ham g'urur bag'ishladi. Boringga shukr. Ketdikmi? Aylanamizmi? Ketdik. Taxlo, Sizlarga yoqdi. choy olib kel. Hozir. Kel. Alaykum, yaxshimisan? Sonlari yaxshimi? Ishlari yaxshimi? Ha. Choydan qo'y. Shahlo, bu Ravshanbekni gaplari rostmi? Xabaring bormi o'ylanmaganlik haqida? Ha, xabarim bor. Ko'p shu yuzasidan gaplashdik, biz ham tortishdik. Pochcham bilan gaplashyaptilar 2 kun oldin. Ha. Endi siz bilan gaplashsinlar deb chaqirtirdim meni. O'zi senga yoqadimi? Bilmasam, opa, taqdir bo'lsa, qimmat yolmayman. Mana gaplashib ko'ring. Siz nima desangiz shu deyin, opa. Yaxshi chiqibsan, to'xtab tur. Ravshanbek, mana singlim. Singlim ishini bilasiz. Bu glavvrach. Karyera qiladi. Bu uyga kelishi bor, kelmasligi bor, bilasiz. Bu kasallar bilan ish qiladi. Hozir har bir insonning hayoti buni qo'lida. Ertaga bunga o'ylanganingizdan keyin siz baxtli qila olasizmi? Shu taraflarni o'yladingizmi? Ota-onangizga aytdingizmi? Mayli, bo'ydoqchiligingizni ham anaqa inobatga olmaymiz, lekin bu ertaga hayot nima bo'ladi? Farzandli bo'lishinglar kerak. Ertaga farzandli bo'lsa, siz qaraysizmi yo uyga o'tirg'izib qo'yishingiz mumkin etasiz, yo bo'ldi ishingni yig'ishdi. Qanaqa bo'ladi? Shu taraflarni ham aytib o'ting-da. Ukajon, bu hayot bu o'yinchoq emas. Hozir shunda o'ylandingiz, ertaga bo'ldi ajrashib ketdi degani o'zi bir marta kuygansinglar. Men bu narsaga yo'l qo'ya olmayman. Kalta o'ylamanglar. Bu hayot o'yinchoq emas. Keyin to'g'risini aytsam, hammasini o'ylab bo'lganmiz, to'g'rimi? O'zini xabari bor. Mana ko'nglim tushib qolgan. Ota-onam rozi. Kattalar rozi. Mana boya aytdim, pochcham bilan gaplashdim. Ular ham rozilar. To'g'ri, sizni tushunib turibman. 7 o'lchab bir kesish kerak. Endi na iloj. Taqdir shu edi. Mayli, agar ota-onangiz rozi bo'lgan bo'lsalar, xo'jayinim bilan gaplashibsiz. Endi bu yog'i tavakkal. Hamma narsaga Alloh. Agar taqdiringlar qo'shilgan bo'lsa, faqat to'g'ri tushunib, shu karyerasiga yordam berib, qo'llab-quvvatlasangiz, yog'i endi hammasi
Allohdan endi nima deya olayman? Biz ayollar bir pog'ona past turamiz. Erkaklar nima desa shu xonadonda. Pochchangiz bari ustun turadilar. Endi xo'jayinim nima desalar shu. Endi mayli ko'rdim binoda ekansiz. Faqat bir tarafi shu o'ylantiradigan joyi shu o'ylamagan ekansiz. Ota-onangiz rozi bo'lsalar men nima deya olayman? Bir ota-onangiz bilan gaplashib ko'ramiz. Mayli? Sinimi baxtli qilsangiz bo'ldi ukajon. Eng muhimi shu. Qolgani hammasini o'zinglar hal qilib. Endi men tilim ojiz. To'g'risi bunaqa hayotimda bo'lmagan, mayli taqdir ekan. Pijamdan ko'raveramiz. Bo'lmasa bu yog'i to'y. Singiljonim, sen rozimisan? Siz shu. Baxtli bo'linglar bo'lmasa, qani ilohoning to'yxona bo'lsin, baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Kelasi yil beshiy to'ylar qilaylik, amin. Allohu akbar. To'yga harakat bo'lmasa, mayli, xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Yaxshi yetib kuzatib qo'y. Ay, qiz tushmagur-a. Mayli. Vaqtini bersiz. Baxtli bo'lganchasi. Ota-onam ko'rib turishibdi. Xursand bo'lib ketishadi.